Assalomu alaykum. Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati Surattosh dahasida ishlarimiz jadallik bilan ketyapti. E'tibor beringlar. Hovlilarimizning eng past joyi 3.15 bo'ldi. 3 metr stoyga kesdik, ustida 10 metr 10 santimetrlik hovli, tagida 5 santimetrlik chorcho'pimiz bilan 3.15 bo'ldi. 60 santimetr sharpga chiqardik. 2.45 stratul tushdi. E'tibor beringlar. Lesnitsadan chiqqanda bitta katta zal mehmonxona yoki yotoqxona qilsa ham bo'ladi. Mana bu joyda bu stoykadan ikki derazaning o'rtasidan bo'linadi. Bitta kichikroq xona. Bu yer hol bo'lyapti. Kattagina hol balkoni bilan qo'shimcha hol. Mana bu joyda lesnitsa. Nihoyatda mo'tadil mansard tom bo'lyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Shu tomni yopilish jarayonini kunda qo'yib boraman, xudo xolasa.